Menga guvohlik beruvchi Abdurahmon Hasan. Men Sharq Turkistonninki Qashqar viloyat, Qashqar shahar Chasikoch boshqarma Urkvozlik komiteti 4-guruhda o'tiraman. Adresim shu. Lekin yana bir eskartish, chunki Xitoylar hozirgi adresini almashtiryapti. 2017da 4-oydan 7-yosh vaqtliqda bizningki Urkvoz yangi Chas tavasidan Yava ko'ch boshqarma tavasiga o'tganligini oldim. Demek hozirgi biz ham guvohlik beryapmiz, lekin uyimizning adresini Xitoylar almashtirib oldi 2017da 4-7-yoshida. Buni bir eskartish nimsida so'zlab o'tib ketdim. Yanındaki men tuqqanlarimdan hozir umum ko'rshanmagini 2018 1-oyning 15 men istiqlol chiqqandan boshlab qat'iy ko'rshanmadim. Yetim bo'ldi, shikoyat o'tdi. Bolalarimninki nada ota-onamning cho'qini bilmayman. Men qarindoshlarimninki chunki men 2017da akam Ahmadjon Hasanni men bu suratdagi bu mening o'ng tarafimda turgan Ahmadjon Hasan dadamninki şu kamera qarashda o'ng tarafda turgan akam bir Tojikistonga Yarmankaga chiqqan, Saudiya Arabiston tijorat bilan chiqqan. Bu ikki davlat chiqqanlik jinoyatdan akam 10 yil 2017da 7-oyda 10 yillik turmaga hukm qilingan. Bu o'tirishdagi bir dadam. Dadamninki hozir nima ekanligini, dadam oiladimi nima bilmayman. Onamning oilada ekanligini bilgan bo'lsam-mu, lekin dadamning nima ekanligini bilmayman. Bu yendiki Abduqayim Hasan mening inim. Bu inimni 2017da şu 2017-yili oxiri 2018-ning 5-ida Qashqar shaharlik Gobalarga ketgancha uning yog'i bu lagerda turmadimi hech qanday nimsini bilmayman. Bu Abduqayim Hasan bu yendiki Musajon Oshur uning yordamchi shirkatdagi ham shofir ham ish bajaradigan inimdi. Bu balonma hozir nardiki chunki buning 2017da 3-oyda lagerga ketgan hech qanday xabari yo'q. Bu mening sing'illarim 2017dagi tushma yo'llab bergan rasmi Rayongul Hasan, Qodigul Hasan, Ezgul Hasan, Farida Hasan. Bularninki yo'ldoshlari, bolalari bularning nima ekanligini hech qanday bilmayman. Lekin men tuqqanlarimninki buning azimsini Turkiyaninki 5-4 ministerlik, Erdo'g'anninki partiyasi, Erdo'g'anninki maxsus xatchilik mas'ul kotibgacha bütün resimlerini tizimlikni olib shikoyat qilyapman. Bundan kim davomli dunyodagi inson haqlari, inson kechirim tashkiloti degandek bularni berdim. Yani davomli bularninki nimsa qilaman. Bu bizning oilik navrlarninki bir qismi. Yani bu shu bizning navrlar, bu navrlarma nadliki mayli Xitoy ichkiga ketdimi yoki nada qat'iy hech qanday xabari yo'q. Qarindoshlarimizga yana bir ko'rsatadigan meningki bu bir parcha surat bor. Bu shu Xinjiang televiziyasiga televizorda butkul Sharq Turkistonning ham yer bergan bu televizor xabari men maktabninki eshitish marosimini bergan vaqtida butkul Jungoda meningki xabarini bergan. Xitoylarga shundoq Uyg'ur bu maktab oldi deb butun Xitoyga keng tanishtirgan. Lekin Qashqar xabarida 48 sekund bergan qarindoshlar. Bütün Jungo'yu tanıştırıp saatlarca bunun söhbet nimsi düşündürülgen, lekin Uyghur tilida 48 sekund berilgan. Bu xabarda chiqqan. Chunki mening bu dadamninki o'chara chiqqani oldi, bizning ishxonada o'tirgani oldi. Men suratini yo'llab ko'rsatishga maqsadim mening televizorga chiqqanlik. Men demak Xitoyda alo jinoyat qilib hech chiqqan emas. Men Xitoyda hech qanday bir ijtimoiy yoki siyosiy hech qanday bir jinoyatga qorinib boqqan emas. Hayotimda ehtiyotdan yashab kelgan bütün oila bo'yicha jamoat bo'yicha bo'ldi. Shunday bir oilaninki bugun kunda bolalarimiz bilan urug'liqlarimiz hech qanday aloqa yo'q, ko'rishmaganligimiz. Bu oddiy masalamiz kerak qarindoshlar.
Bunu belki ben bütün dünyadaki medyalarga, axborot organlarına emas yollab birme. Şuna ben bazı suratlarını ko'rsatishimlik maqsad. Mening tuqqanlarimniki bu. Çünkü hozir bütün dünya Uyg'urlarning ovozi qirayotgan bir vaqt to'g'ri keldi. Ben 2018 15 chiqqan bo'lsam, o vaqtda bunda izlamagan dünya bu lager meselesinde Uyg'urlarninki ovozini. Lekin hozir yer shahridagi BBC, CNN, Amerika'nınki başka televizyon kanalları olsun, Kanada'nın muhbirlerinin üçlüyatı var, alakası. Avrupa'nın bir neçesi var, onunla yakın muhbirliği var, Facebook'ta var. Bütün dünyanın şu İngilizlerinin, Rusya'nın, medyanın, axborot nimleri var, Facebook adresinde. Demek bütün dünya Uyg'urlarning ovozga, ya'ni Xitoyning jinoyatini pash qilishimizga talmirib turayotgan bir holat to'g'ri keldi. Shu men qayta yan tuqqanlarimga texim bir mukammallik egalash, o'zimning bir insoniylik burchimni ado qilish uchun yana qayta video chiqdim. Chunki vatanda men bu qarindoshlarimdan, vatanlik do'st birodarlarimdan ayrilib qolib, men yashash, balkim bundan keyin Xitoylar ularni yo'qotsa, ben hayatımda onda qarindoshlarimdan da tuqqanini ko'rmaslik mumkin. Hatta topolmaslik mumkin qarindoshlar. Shunga bütün dunyoning oldida diqqati Xitoyning vahimlik bostirishiga diqqatini tortayotgan, qarayotgan bir vaqtda men qayta yana tuqqanlarimni bir egalash maqsadida bu guvohlikqa chiqdim. Shunga hammalarningki va axborot organlarining vaqtini olgan bo'ldim. Menga rahmat.